Bismillahirrahmanirrahim. Yunus suresi Mekke'de nazil bo'lgan 109 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilan başlayman. Bu surening asosliq maqsadi vahiyni inkor qiluvchilarga yetarli dalil paketlar bilan raddiya berish va ularni iymonga da'vat qilishdan iboratdir. Alif lam ra. Bu xildagi harflarning bayoni Baqara surasining 5-ida o'tdi. Bular hikmatli kitobning oyatlaridir. İnsanlarning o'z orasidan chiqqan bir kishiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga insonlarni ogohlantirgan, iymon etganlarga Robbining dargohida yuqori martaba borligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimiz ular uchun ajablanarlik ish bo'lib qopdimi? Kafirlar bu up-uchuq sehrgardir dedi. Shubhisizki Rabbinglar osmonlarni, zaminni 6 kunda yaratgan. Andin arishning ustiga o'ziga loyiq ravishda o'rlagan Allohdir. U hamma ishni idora qilib turadi. Uning ijozati bo'lmasdan hech kim shafoatchi bo'la olmaydi. Ana shu Alloh sizlarning Rabbinglardir. Uningga ibodat qilinglar. Sizlar vaz nasihat olmamsizlar. Hammanglarning qaytadigan joyi Allohning dargohidir. Allohning va'dasi haqdir. Chunki u maxluqotni dastlabda yo'qdan yaratadi. Andin iymon etgan va yaxshi ishlarni qilganlarni odillik bilan mukofotlash uchun ularni o'lgandan keyin tirildirdi. Kafirlarga kelsak, ularga o'zlarining kafirligi tufaylidan nihoyat qiziq suvdan ichimlik va dardlik azob bor. Allah quyoshni nur chachquchi va oyni nurliq qilgan. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni belgilagan zotdir. Allah ularni faqatli hikmat bilan yaratdi. Yaratishdagi hikmatni biladigan qavm uchun Allah oyatlarini tafsiliy bayon qiladi. Shaksizki kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Allah osmonda va zaminda yaratgan shay'larda Allah'tan qo'rqadigan qavm uchun albatta nurg'un dalillar bor. Shubhisizki bizning oldimizga keladiganligidan qo'rqmaydiganlar, dunyo tirikchiligidan bahramand bo'lish bilan xushal bo'lib ketganlar, bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lganlar, ana shularning joyi qilmishlari tufaylidan do'zax bo'ladi. Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ularning iymoni yuzidan Robbi jannatning yo'liga yetaklaydi. Nazu ne'matlik jannatlarda ularning qasrlarining ostidan o'stanglar eqib turadi. Ularning jannatdagi duosi: "Ey Robbimiz, biz seni pok deb e'tiqod qilamiz" deyish. Ularning jannatda bir-biri bilan uchrashganda beradigan salimi: "Aman bo'linglar" deyish. Ularning duosining oxiri jimi hamdu sana olamlarning Robbi Allohga xosdir deyishdan iboratdir. Agar insonlar yaxshilikning tez kelishiga oldirgandak, Allohmi ularga yomonlik tushirishni tezlatgan bo'lsa edi, albatta ularning ajli oxirlashgan bo'ladi. Biz bilan uchrashishga ishonmaydiganlarni ozg'unlikda tengirqab yurishga qo'yib beramiz. Insonning beshiga baloyi ofat kelsa, u yotsimi, o'ltirsimi, o'ri tursimi, uningdan qutuldirib qo'yishimizni tilab bizga duo qiladi. Uningga yetgan baloyi ofatni ko'tarib u go'yo uni ko'tarib o'tishimizni tilab bizga duo qilmagandaklar o'tib ketadi. Haddidan oshquchilarning qilmishlari ularga mushundoq chiroyli ko'rsatildi. Shubhisizki sizlardan ilgirki ummatlarga payg'ambarlari up-uchuq mo'jizalarni elib kelgan bo'lsa-mu, ular mo'jizalarni inkor qilib o'ziga zulm qilganda haqiqatan biz ularni halok qildik. Zodi ular iymon etmaydigan qavm edi. Biz gunohkor qavmni ana shundoq jazolaymiz. Ondan sizlarning qanday qiladiganliklaringizni ko'rib beqish uchun biz sizlarni ularning o'rniga dasatdik. Ularga haqiqatning up-uchuq dalillari bo'lgan oyatlarimiz o'qib berilganda, bizning oldimizga keladiganligiga ishonmaydiganlar buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgin yoki uni o'zgartgin dedi. Ularga men uni o'zimcha o'zgartirmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga agishiman. Agar men Robbimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning azobidan qo'rqaman degin.
Agar Alloh iroda qilsa edi, sizlarga uni o'qib bermagan bo'lardim. Allohmi uni sizlarga bildirmagan bo'lardi. Qur'on nozil bo'lishdan ilgari oranglarda uzoq vaqt turdim. Sizlar aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Alloh nomidan yolg'onni to'qigan yoki uning oyatlarini inkor qilgan odamdan musolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz maqsadiga yetolmaydi. Ular Allohni qo'yib o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Ashular Allohning dargohida bizning shafoatchilarimizdir deyishidi. Ularga aytqinki, ajiba osmonlarda va zaminda Alloh bilmay qolgan bir narsa bo'lib, sizlar uni Allohga aytib bermoqchimi? Alloh ularning shirik keltirgan narsalardan albatta pokdir va yuksakdir. İnsanlar aslida faqat bir dinda edi. Keyin ular bo'lindi. Agar Rabbing tarafidan ularning jazosini kechiktirish haqida oldin ola aytilgan bir so'z bo'lmasa edi, ular ixtilof qilishgan narsalar to'g'risida ularning orasida albatta hukm chiqarilgan bo'ladi. Ular, ya'ni Makkalik kofirlar, nimishqa uningga Robbi tarafidan biz talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jiza tushirilmadi deydi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, g'aybni bilish faqat Allohga xosdir. Endi sizlar Allohning hukmini kutinglar. Menmo albatta sizlar bilan birlik kutguchilardanman. İnsanlarga ziyon zahmat yetgandan keyin biz ularga rahmatimizni tetitib qo'ysak, ular mag'rurlanib bizning oyatlarimiz haqida razil pilallarni tuzishga oldiraydi. Aytqinki, Alloh ularning razil pilallarini eng tez betchit qilg'uchidir. Shubhisizki bizning farishtalarimiz hili mikronlarni yezib turadi. Alloh sizlarni quruqlikda, dengizda safar qildiradigan zotdir. Sizlar o'ltirgan kema mayin shamolda mengayotgan va yo'lovchilar bu shamoldan xushallanayotgan chog'da birdinlik qattiq bo'ron chiqib, ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadikilar halokat qo'rshavida qolganligiga ko'zi yetib, "Ey Alloh, agar sen bizni buningdan qutqizsang, biz cho'qim sana shukr qilguvchilardan bo'latdik" deb chin ixlosi bilan Allohga duo qiladi. Alloh ularni qutqizgandan keyin ular yana yer yuzida yo'lsizlik bilan buzg'unchilik qiladi. Ey insonlar, sizlarning buzg'unchiliginglarning vaboli faqat o'zinglarga bo'ladi. Sizlar dunyo hayotining manfaatlaridan oz to'la bahramon bo'lasizlar. Ondan sizlarning qaytadigan joyinglar bizning dargohimizdir. Shu chog'da biz sizlarga qilmishinglarni aytib beramiz. Dunyo hayoti biz osmondan tushirgan yomg'irga o'xshaydi-ki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari bir-biri bilan geralashib ketgan. Hatto zamin go'zal tusga kirgan, chiroyli yasangan, zamin egalari uningdan mo'l hosil oladigan bo'ldik deb turgan chog'da ushtumtut kechisi yoki kunduzi uningga amrimiz, ya'ni ofatimiz yetdi-da, uni tunugun yo'qdekla o'rib tashlangan bir holatga keltirib qo'ydik. Fikr yurgizadigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsiliy bayon qilamiz. Alloh bandalarini omonlik yurtiga da'vat qiladi va xohlagan odamni to'g'ri yo'lga muvaffaq qiladi. Toat ibodatni mukammal qilganlar eng yaxshi mukofotga, jannatga va yana ziyodasiga Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qorliq va xorliq qoplamaydi. Ana shular jannat ahlidir. Ular uningda mangu qoladi. Yomon ishlarni qilguvchilar qilgan yomonligiga loyiq jazoga tortiladi. Ularni qattiq xorliq qo'rishib oladi. Ularni zodi Allohdan keladigan azobdan qutqizuvchi bo'lmaydi. Ularning yuzlari go'yo qorong'u kechining zulmati bilan o'ralgandek qorayib ketadi. Ana shular do'zax ahlidir. Ular uningda mangu qoladi. Shu qiyomat kunida xaloyiqning hammasini yig'amiz. Ondan mushriklarga, sizlar Allohga shirik keltirgan narsalar bilan o'rninglarda jim turinglar deb ularni bir-biridan ayirib etamiz. Shuning bilan ularning shirik keltirgan narsalari aytidi: "Sizlar bizga cho'qinmaytinglar. Sizlar bilan bizning oramizda guvoh bo'lishga Alloh yetarlikdir. Sizlarning bizga cho'qinganliklaringizni haqiqatan bilolmaydik." Bu chaqda har odam ilgari qilgan atkanlarni biladi va ular o'zlarining haqiqiy egasi Allohning dargohiga qaytariladi.
ularning shafaat qiladi deb cho'qingan narsalari ularning ko'zlaridan g'oyib bo'ladi.